Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sifat qurilish mollari do'koni o'z ish faoliyatini davom ettiryapti. Dastavkalar ketma-ketligi bizga. Yana bir dastavkamiz bunkerli turetskiy Fabem kotyolimiz Qoraqalpoq tomonga dastavka bo'lyapti. Bu kotyolimiz 52 kilovatdan 350-400 kvadrat joygacha isitib beradi. Ko'mir o'tinga emas, faqat ko'mirga ishlaydi. Chisi avtomat. Bunkeriga 130 kilo ko'mir ketadi. Bu tak 3 sutkadan 5 sutkagacha yonadi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Chinaklari juda ham mustahkam mashina. Tarifi zo'rligidan Qoraqalpoqdan mana klientlarimiz kelib olib ketishyapti. Bu o'sha bir nechinchi marta Qoraqalpoq tomonga ham yuboryapmiz. Agar boshqa viloyatdan bo'lsangiz, bemalol kelib shunaqa bu kotyollarimizdan kelib olib ketishlaringiz mumkin. Yoki o'zimiz ham dastavka qilib boramiz, chiqarib yuboramiz. Sifat qurilish mollari do'koni Sochak mahallasi.